هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Mana bu Rasulullah proqramımızın 25-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirlik görürmələrimiz həmənlağı məlum bolğandak bu mübarək ayının başlanışı bilən tən başlayan bu proqramımız hər günü şu saatlarda ekranlarda bulub kilovatımız. Süyümlük Peygamberimiz, yolbaşçımız, gözümüzün nuru boğan Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani şu güzel ahlakını hayatımızda özleştirip, özümüzdeki əməli boğan, Müslümanda bar boğan ahlakını texenbek güzelleştirip, mükemmelleştiriş üçün bu ümitlerden başlayan edik. Bu güzel Ramazan'ını texenbek mollaştırış, hayatımızda bir özgertiş kırılış üçün. Rabbim inşallah bu niyetimizge yetküzgen boğa inşallah şunu ümit kılımız Rabbimizden her bir dünyanın arkası şeylerdeki körülmelerimizin ait yaxşı ta hazırlık gelişe güzel dualarını, salamlarını elip turvatımız. Şu qeyrinlaşırımızga hem köptün köp rahmet etimiz. Mana bu programımız mı pat arada bir qancha günden keyin bu mübarek ayının ahırlaşıdı. Hem şu əmələ məlum olğandakı hər bir proqramımızı biz fərqli mövzular toxtuluvatımız. Hər günü bir tema bilan ketivatımız. Tünügünkü temamız bolsa 24-cüsdə Rasulullah və kafirlər degan temada başlatqan edik. Tema biraz kən dairəni öz yaldığanlığı üçün tünügün biz başlanğıç şəkildə kafir degan qandaq şəxsin kafir deyimiz. Qancha türlərə bölündü. Kapırlar bilen Resulullah qandaq muamele qılati degandek məzmunlarga biraz kirgan bolduq. İnşallah bugün şunun davamlaşdırırız temamızın davamını. Tününkü bölümde biz biraz hem de anlıqçılar belki bu nem degen bu mehribanlık biz yumşaq tarafını, güzel tarafını anlattık hem de. Bugün biraz inşallah qattiqroq tarafı anlatılışı mümkün. Şunu biraz paranlaşıp öteylik hani. Programımız nahmeyden taxtlı otudu. Ekran aldı çıxıb durarkan numaralar arqalıq bizge suallar, qandaq məsələ bolsa yollasanlar qarşı alımız. Şundaqla köplüyen qeyrindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəhirləb qoşunlarını ümid qılımız. Programımızın daimlik mehmeni hem Allah tunuşuq bolğan dəvətçi Ustaz Habibullah Küsəni. Kıymetlik biraz texnikada məsələ bolğanlıq üçün nima bo'lib qoldi hozir kechirsizlar. Qimmatli vaqtini chiqarib oldi bilan qadam tashrif qilganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat etamiz oldi bilan. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. İnşallah leylatli qadr kechisi muborak bo'lsin inşallah. Amin inşallah. Evet inşallah Rabbim hammamizni yetkazgan bu güzel kechiga. İnşallah. Xo'sh ustad bevosita tunugun kelgan yerimizdan boshlab davomlashtirsak, bilganim Rasulullah urush holatidagi bu albatta bizning vatanimizdagi hozirgi ahvolimiz ham buni selishtirgan shaklda bundaq bir kafirlarga rasmiy dushmanlik qilayotgan musulmonlarga har tarafdan bu kafirlarga qanday muomala qiladi deb yerdan boshlasak. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Hamda biz muhim bir nuqtani bilishimiz kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlar bilan qandaq muomala qiladi deganimizda, hamda kafirlarni asosiy jihatdan 3 bilimiz. Normal yani normal kafirlar. Yani aralığımızda hech qandaq bir urush yo'q. U bizning dinimizga tajovuz qilmaydi ya bizning ziminimizga tajovuz qilmaydi. Bunda kafirlarga qanday muomala qilamiz degan chaqda ular bilan normal muomala qilamiz va Allohning dinini chiroyli shaklda yetkazishga tirishimiz bizning vazifamiz shu dedik. Ikkinchi xil kafirlar munofiqlar. Bu munofiqlar bilan qanday muomala qildi buni deyishdik.
Üçüncü türdeki kafirlar olsa yani tecavüzcü kafirlar. Xo'sh. Buni bizning dinimizda al-adus sail yani deb ataydi. Hamda bu muomalani so'zlashdan burun yanada islomning asosliq bir muhim prinsipal bir masala bor. U bo'lsa asli islom insoniyatga tinchlik, mehr muhabbat olib keldigandan. Shuning Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi. Muhammad sen bütün alemga rahmat tursa dedi. Xo'sh. Qur'oni Karimda Allah "Va laqad karramna bani adam" dedi. İnsanların hammasi ulug' dedi. İslam insonlarga mushtaq qaraydi. Hamda kafir masalasiga kelsak, asli dinimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam da'vat yetkazish jarayonida kafirlarga naqadar bir mehribonlik qilganligini, ularning amalba to'g'ri yo'lni tepib, xurofotlikdan, ozg'unlikdan qutulib, islomdan iborat bu haqiqatni, bu Allohning ne'matiga erishib olishni orzu qiladi. Shuning uchun biz payg'ambar alayhisalom Taif xalqini da'vat qilib chiqib, payg'ambar alayhisalomning da'vatini anglamay, aksincha payg'ambar alayhisalomga qattiq yo'lsizlik qilib, shu Taifdagi kichik vallarni payg'ambar alayhisalomga kuchga atib, payg'ambar alayhisalomni tillab, haqoratlab, Taifdan chalmi-kesak qilib qo'g'lib o'tgan chog'da Rasulullohim dedi. Jibril kelib, "Ey Muhammad, Alloh seninki ahvolingni ko'rdi" degan gapini angladi. Agar sen xohlasang, hozir tog'ni bu ikki tog'ni buni ustiga bir tashlayli degan vaqtda Rasululloh, "Ya, balkim bular musulmon bo'lmasa, bularning avlodi musulmon bo'lib qolish mumkin" dedi. Degandek avlodi musulmon bo'ldi. Tamam. Hatta bir munofiq deganning eng ashaddiy islomning dushmani. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom qanday muomala qildi? Munofiqlar uzr ko'rsatsa, uzrini qabul qildi. Payg'ambar alayhisalom munofiqlar jinoyat o'tkazib, Rasulullohning haqqida bir bo'lmug'ri ishlarni qilsa, kechirdi munofiqlarni. Munofiqlarga chiroyli nasihat qildi. Munofiqlarning hidoyat topish uchun duo qildi. Shu Qur'oni Karimda "In tastagfir lahum aw la tastagfir lahum falan yaghfirallohu lahum." Nima? "In tastagfir sawan alayhim astagfir lahum aw lam tastagfir lahum" degan oyat shunga tushdi. Ya'ni payg'ambar munofiqlarning duosini ijobat qildi. Hatto munofiqning peshvosi o'lib ketgan vaqtida payg'ambar alayhisalom qasha kelib o'g'li, "Ya Rasululloh, dadamni seninki chapining bilan, sening ko'yniking bilan kipallisamsa, ko'ynikini berdi." Hatto munofiqning namozini tushadigan payg'ambar alayhisalom. Anandaki munofiqning namozini tushamadi deb oyat nozil bo'ldi. Hozir musulmonlar masalan dedik, munofiqlarningki uzrsini qabul qildi, munofiqlar uchun hidoyat uchun duo qildi, munofiqlarni kechadi, munofiqlarga chiroylicha nasihat qildi deb. Bizcha mush hozir men deb qolmam, musulmonlar payg'ambar alayhisalom Abu Bakrga, Umarga muomala qilgandek emas. Payg'ambar alayhisalom munofiqlar qanday muomala qilgandek, musulmonlar bir-birimiz ashta muomala qilgan bo'lsak, ajoyib yaxshi bo'lib ketadi hozir. Tamam. Endi hatta men hayron qildigan yerim, Huzayf ibn al-Yamani bilan dadisi hijrat qildigan vaqtida kafirlar tutib oldi. Tutib olib, shu yerda bir deyishdi, agar sen bizga qarshi urush qatnashmasang, seni qo'yitimiz dedi. Ma'qul deb shu va'dani qilib, bu ikkisi payg'ambar alayhisolamning qashiga keldi. Badr urushiga chiqqan chog'da Rasululloh biz kafirga mushta va'da qilib turib, qanday qilmaymiz debdi. Bo'ldi, ikkinglar Badr urushiga qatnashmaysizlar, kafirlik bo'lgan va'dangizga amal qilinglar dedi. Din jimo'ma bu. Bizning dinimiz mush hamdi. Bu kafirlarga muomalasi hamdi. Hamda shu kafirlarga muomalasidan yana normal ahvoldaymiz. Shu payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilib keldi shunaqa. Madinada musulmonlar boti, kafirlar boti, yahudilar boti, hatto ba'zi nasoralar boti. Shular bilan hammasidan kelinglar. Sizlar o'zingizning dini bo'yicha yashanglar, men o'zimning islom bo'yicha yashayman, lekin davlatni o'rtaq qurib biz davlatni o'rtaq qo'g'daymiz. Ma davlatning dushmani bilan do'st bo'lmaysa, davlatga bir hujum qilsa, o'rtaq bir-birimiz tan qo'g'daymiz deb bir davlatni qurib, ya'ni kafirlar bilan qanday yashashni payg'ambar alayhisalom ko'rsatib qo'ydi bizga o'rnak qilib. Bu normal ahvol. Ammo tajovuzchi kafirlarga bu yer kelishimizga tajovuzchi kafirlarga nisbatan Qur'oni Karimda uchuq
uch oyatda Alloh subhanahu va taolo nima dedi desa, faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Amma tajovuzchilarni bu yerda kafirmi deb faqatul lati tabghi dedi. Tajovuz qilganlarni Allohning buyrug'iga qaytmoqlik sizlar ular bilan jang qilinglar dedi. Ya'ni jihad qilinglar dedi. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Sizga tajovuz qilganlarga sizmi qayt yandurma tajovuz qilinglar dedi. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın nurgun yerlik cihat qilgan chaqda nima uchun ularga berib ashlar bilan cihat qilgan desa, ular tajovuz Peygamber Aleyhisselam ya tajovuz qilishga tayyorlanayotgan, ya tajovuz qilish ehtimolligi bor kafirlar bilan Peygamber Aleyhisselam cihat qilgan. U bizga aniq tajovuz qilib ketgan kafirga nisbatan bütün dünyadaki İslam ölümaları %100 bil ittifaq karşı cihat kıldı degan. Mavcuma tefsir şunaslar, hadis şunaslar, fiqh şunaslar, bütün dünya ölümaları bil ittifaq tajovuz düşmanga qarshi tursan. Sen qandaq tajovuz qilgan bo'lsa, sen shundaq uning raddiya qaytarsa degan. İqtisodiy jihatdan tajovuz qilsa, iqtisodiy jihatdan tajovuz qilsa, biz tajovuz qilishimiz kerak. Ya'ni bizmi ularga javob qaytarishimiz kerak. Bizga qurolliq hujum qilgan bo'lsa, biz qurolliq hujumimiz kerak. Bu o'limalarning orasida bil ittifoq kelgan masala. Shuningga man qutila dunam dinihi fa huwa shahid. Agar dinni qo'g'dayman deb o'lib ketsa shahid. Man qutila duna ahlihi, o'zining oila jamoatini qo'g'dayman deb o'lib ketgan bo'lsa shahid. Onun eksini buldu eğer bu tajavuzçu zulümü karşı çıkmagan ne buldu? Peygamber Aleyhisselam men uzilla indahu mu'minun felem yansuruhu ve huve qadirun ala en yansuruh ezellehu Allahu ala ru'usil eşhad yevmel kıyamet dedi. Sen bir Müslüman, bir mümin xorlansa dedi. Sen bir onun yardım kılışqa küçün yetip durup yardım kılmasan kıyamet günüsü bütün halk alamalda Allah seni rasva kılıp xar kılıp etudu dedi. Bu bek için işke hazır ama şu vatandaki Müslümanlarga vatanda zulüm çekivatqanlarga her xil bani bilen bularni qutqizish uchun harakat qilmaganlar qiyomat kunsi eng xor bo'ldi Allohni. Ham nima deydi u desam, Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi shunday deydi. Senin diningni, senin şan şerifingga tajovuz qilgan dushmanga qarshi jihad qilish jihatlar ichidagi birinchi numorliq jihat deydi. Senin diningni dafsanda qilgan, senin şan şerifingni dafsanda qilgan. Şan şerif degan bizning vatandagi ayollar bizning şan şerifimiz, vatan tuprog'i bizning şan şerifimiz. Şarq Türkistan bizden şan şarpımız. Senin şan şarpını, senin dinini depsende qilgan tajovuzchiga qarshi turishing deydi. İmandillik qilib qolsa, ya'ni Allohni itiraf qilib imandillik qilib qolsa, birinchi ishing shu deydi. İmanding killam sen shu ishni qilsa deydi. Dushman qarshi tursa deydi. Muhabbet muhim cuma. Hozir shuni Uyg'ur xalqining, ya'ni musulmonlarning birinchi numorliq Alloh qilgan ibodati Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish. Mana bu din. Men demedim bu gapni. Mana Ibn Taymiya rahmetullah İslam'ның vakil xarakterlik alim nima deydi? Wa ammal qitalu ad-daf'i fa huwa ashaddu anwa'i ad-daf'i al-sa'il an al-hurmati wad-din. Wajibun ijma'an. Yani tajovuzchi kafirlarga qarshi turish Allah'a iman etgandan keyin eng birinchi numorliq jihatdir. Ve bu cihatni qilish bütün ölümalarning birlik qilishi bilan farzdir, vacibdir deydi. Xo'sh. Shuning uchun ölümalarimiz nima degan desa, mushundaq holatda, ya'ni bir dushman, bir tajovuzchi sening ziminingga besib kirsa deydi. Ziminingga besib kirsa, hech qanday uzr qilmaydi. Bala dadidan so'ramaydi. Ayol erdan so'ramaydi, qul xo'jadan so'ramay hujumga atlandi deydi. Bu tajovuzchi, bunun hükmü normal kafirlarga o'xshashmaydi bu. Ve bu mesele to'g'riliq, ya'ni farz ayn degan gap hamma odamga farz degan bo'ldi.
Xuddi namozga o'xshash. Namozga o'xshash. Ya'ni palani qilayotgandan keyin men jim yetib turay. Ya bo'lmasa men azroq bir turib turay hozir. Mening oyat anda ishim bor. Yoki vatanda pulim bordi, pulimni ochib qo'ygacha yoki milimni sotib, yo'q. Hammadan farz ayni bo'ldi. Shuning uchun hamma odam mayli o'ttirg'i chiqsin, chiqmasin, mayli yushrin qilsin, oshqda puli bilan, jini bilan, yuz obro'y bilan, bilim bo'lsa, bilim bilan buning qarshi turish iymondillik qilib qolsa, birinchi muhim masala deb o'limalarimiz yo'q. Buni faqat talashgan masala emas. Bir 100 o'limalar ittifoq kelgan masala. Bu masala Xitoy bilan biz undan chiroy o'tib degan gap yo'q. Ma'lum ayrim. Ammo yani davet etkisiz jarayonda yoki qo'shnimiz bo'lib qolsa yoki ishqib biz bilan dinimizga va bizning shon sharafimizga hujum qilmagan bilan biz chiroylicha odamcha yashasak bo'ladi. Ammo tajovuzchi, hatto musulmon bo'lsa-mu tajovuzchi, uning qarshi turamiz. Mana bu bizning dinimiz. Amaliyotda hozir bu kafirlar bizni dinimizni yo'qotib olsa, hatto bir insonligimizni yo'qotib olsa, demak buning bu shuni men deyman-ku, hozirgi zamondagi eng Alloh razı bo'lgan ibodat şu tajovuzchi kommunistlarga qarshi turish. Da'vatimiz shu anda. Xo'sh. Endi bu masalani biraz xalqning ichiga bir har bir Sharq Turkistonlik qarshi turish degan vaqtda qanday qarshi turman? Mesela mening kuchim nimaga yetadi meniki deb desam, buni qanday ochamiz? Endi bu yerga qurolli qarshi turishmi? Bu yerda qarshi turish deganimiz, masalan Rasulullohning hayotini o'qisak, ba'zanda o'zi ojiz vaqtida dushmanlarga qanday qarshi turgan, tayyorlik bilan qarshi turgan, hatto Usa Umay jim turib qarshi turgan, ammo kuch yetgan vaqtida rasmiy qurolli qarshi turgan. Shunga o'xshash, masalan hozir bu qanday qarshi turishni hamma odam biladi. Hozir masalan hozircha mushkullarda qurolli qarshi turishga kuchimiz yetmasa, uningga tayyorlik qilishimiz kerak. Tamam? Iqtisodiyot, hozir masalan ilon tashviqot shuni qarshi turganlik. Buni qilmayotsa? Buni qilmaganlar Allohdan qo'rqsulda hamda. Demak bir farazni qilmaydi degan gap. Ya'ni o'zining iymonini naqsalar. İlan tashviqot hozir eng kuchlik. Ya'ni kafirlarning razilligini, iflosligini, bu kommunistlarning faqat Uyg'ur musulmonlarga ham baloyafat emas, butun dunyo xalqiga. Hatto biz Uyg'urlar shuni bilamizki, Xitoylar tabiatning dushmani hamda. Canvar, eshak, mushning dushmanda, gilgiyaning dushmani bular. Nega bo'lsa buzudi, vayron qiladi, zulm qiladi. Buni biz insonlarga bildirishimiz kerak. Yani biz Uyg'urlar shuni bilamiz. Agar bizni yevassa bu to'xtab qolmaydi. Oldi qarab, nim uchursa shuni yeydi, shuni tajovuz qiladi. Xitoyning bir yo'l, bir bog'lan bir yo'l deganim shu tajovuzchilik harakati uni. İnsanlar bilish kerak. Biz buni insonlarga bildirishimiz kerak. Bunun qanchalik yili mehri, yani makkar ekanligini biz Uyg'urlardan bak biladigan bir insonlar yo'q. Biz bularni bildirishimiz kerak. Shuning uchun bularning haqiqiy mohiyatini echib tashlash eng cho'ng jihatlarni bir hozir shu. Yani qarab turmaslik. Hamma odam o'zining vijdoniga qo'lni qo'yib aqib, men mana shu kommunist oilamni bütün Uyg'ur musulmonlarni yo'qotayotgan, bolalarimizni xitoylashtirayotgan, ayollarimizni dafsanda qilayotgan, zimin tuproqimizni tajovuz qilgan mush kafirga men Alloh so'rasa, men mushunchilik qildim deb javob beraylikdek holatda qarshi turish. Hamma chunki sizning hisobingni oxiratda Alloh oladi hamda. Alloh sendan so'raydi. Sen muşu tajovuz kirgan vaqtida din sana muşning qarshi turishni farz qilgan. Xo'sh. Sen muşning uchun nima qildingsa, bir Allohning oldida yuz qizamay javob bergidek bir ishni qilish. Muşning qarshi turish. Hozir masalan siyosiyonlarimiz ba'zanlari imzo etinglar deydi, ba'zanlari tashviq qilinglar, namoyish qilinglar, pul beringlar, har xil faoliyatlar bo'laydi. Uningda hammasiga qanchalik sizning kuching yetsa shuni qilish. Ammo jimmida yetib olish mana bu ya musulmondachilikdan, ya insonchilikdan, ya uyg'urchilikdan nisibisi yo'q odamdan qilgan ishondir. Xo'sh, mana shu Rasulimizning urush oldi kafirlarga qanday muomala qilgandik, agar boshqa misollar bo'lmasa, boshqa so'z o'tib ketsam. Tamam. Xo'sh, men mana shu degan qo'limizdan keladigan ishlarning qaysi doirada ekanligi hammamizga ma'lum. Bu muhojiratdagi
vatanimizdagilarga hozir hech bir eg'iz aytish mumkin emas ahvolimiz. Ya'ni bu biz tekrar qaysi suhbatlarimiz devatimiz bugungi bu mavzuda düşmanga qarshi chiqish masalasida hozir oxirida biroz so'zlab o'tdilar. Shu Xitoyni degan dunyoda o'zini aqlab bulanmay shuncha vala tilmishiyotgan butun kuchi bilan barliq kuchini iqtisodini tashviqotni o'zgartirish ma xalqaro qarilinayotgan xalqarada bu Xitoy bir rezil bir o'ringa tushdi-da hamda hozir axborotda. Buni güzellashtirib bulanmay butun har kun axborotni buni ko'ryapmiz. Biz buni ichida ishlayotgan odam bo'lgan texnik yaqin har kuni buni aqtirib ko'rib turamiz hamda. Xitoy zodi qimlig'ini qamay pulni sarf qilyotdi o'zini aqlash chiroyli ko'rsatish uchun xalqarada bir o'tirib chiqqan bir narsa. Ammo lekin shu nayt afsuslanarlik bilan shuni ayta olamizki, mayli O'rta Osiyodagi nurg'un qarindoshlarimiz bo'lsin yoki dunyoning hamma joylaridagi erkin dunyoda yashayotgan insonlar deyli. Har qandig'ining oilasida tutilmagan, bu zulmni ko'rmagan insonlar yo'q. Mushundaq ahvolda turib, bu Xitoyni eng vahshiy urdigan, qachatlayalaydigan qulonligi kelgan, ya sendan bir tomchi qon oqmaydi, ya bir dunyo qadar kuching ketmaydi. Mushuni Xitoyni rezillashtiradigan, Xitoyni dunyoda Xitoyning jinoyatini oshkorlab ko'miydigan darajada fursat bor bizga hamda. Agar hamma Uyg'ur emas, bir Uyg'urning bir 50% chiqadigan bo'lsa, bizning ishimiz boshqacha bo'lgan bo'ladi degan. Men partlagan sukut olsun nurg'un programmada qayta tekrar dedim bu masalani. Bunda qimmanlab o'tirib chiqing deb. Shu programmamizmi 50 son programmaga bormay to'xtadi. Telefonlarda u yerda qilayotganlar bor, ammo bek az. Her bir Uyg'ur degan mush programma orqali buning eng cho'ng Xitoyga urilgan, dushmaninga urilgan, dushman bilan o'tirag'ini ravurs chegararini araydigan bir masala ekanligini buni bir azroq ochsak buni. Nima uchun bu shaklda bu uxlash, bu shaklda Xitoydan yana qo'rqib yuramdik. Yani nima ish qildi, nima ziyon keldi sana agar buni oshkorlab Xitoyning jinoyatini o'tirib qo'ysang. Bu masala biroz kechish kerak bo'lganda. Hamda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadis sharifda shu musulmonlarning hozirgi ahvolini nihoyat aniq yo'ritib bergan. Nima uchun musulmonlar mana shu kunga qoldi? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam tatada alaykumul umam. Ya'ni sizga kishilar deydi, bir-birini chaqirishib hujum qildi deydi. Xuddi qo'y kala o'zininki yemiga parasitib yeb hujum qilgandek mushundaq tadadaa deganga bir-birini chaqirdi deydi. To'rtta bir-birini chaqirib. Mushundaq qiladi degan keyin ya Rasululloh amin qillatin nahnu yawma izin deb. Bu mushundaq hammadan bizni hujum qilib, hammasi bizni bo'za qildigan kunda biz sonimiz ozmi deganda la bal antum kaseer degan. Uçağı sananlar nahayat cah oldu. Mesela hazır Müslümanlar dünyada 1 milyar tahminen 700 milyon da koydu iken. Sizler köp, lekin g'usaun ka g'usa'is sayl deb. Sizler denizning üstü köpük o'xshaysizlar. Yani qimmatsiz insonlarning qimmat qilmaydi degan. Tayini yo'q. İman jihatdan bo'lsin, axloq jihatdan bo'lsin. Bu deganki ya Rasululloh, nima jihatdan? Ha, nima sifatsiz? Nima jihatdan mushta bu qilmaysiz degan sizga bir ojizlik yedi vahn degan. Sizda bir ojizlik bo'ldi degan. Bu ojizlikning sababi nima degan chaqda hubbud dunya va karahiyatul maut dedi. Dunyoga berilsalar o'limdan qo'rqaysizlar dedi. Ya'ni biz Uyg'urlar haqiqatan hammamizdan ketgan. Bu bugün kunlar emas, buruntunmu şan sharifimiz dafsanda qilinsa, dinimiz dafsanda qilinsa, faqat yashab qilish badaliga shunda voz kechgan xatolik bor biz uchun. Amaliyotda biz shu mayli men bu shon sharifimsiz yashagandan o'lay deb jonni tikib, yashasam odamdek yashayman, yashasam musulmondek yashayman, bo'lmasa ko'ta xaltangni deb bosh egmagan bo'lsak, mushkilni qilmaydiqandi. Şu baş egish, anaki bir qatam baş eganda g'ururimiz dafsanda qilindi. Dinimiz dafsanda qilindi. Demak bizda bir yada bizning bir ichimizda bir yani ezildi. Yani baş egib sundi bizda. Şu an nazar chat eldimi ajoyib insonlar tuqqanlari dafsanda qilinib, bunmagan zulm bo'lsa, yana tahi o'g'anmay
o'zi bilgancha yashab yurgan insonlar bor. Nima desa bular aldı bilan dedik bularning iymonida chuqum 100% masala bor. Chunki men dedim, agar sening iymoning bo'lsa, mana bu din nima deydi? Agar tajovuzchi sen tajovuz qilsa, sen uniga tajovuz qilsa, tajovuz qilish sening ixtiyorishing yo'q, ixtiyorishing emas. Buni ulamolarimiz farz ayn deydi. Farz ayn degani nima degan gap? Har bir shaxs chuqum qilish kerak, qilmasa jazolandi degan gap. Namozni farz ayn deymiz. Hamma odam o'zi qilish kerak. Allah bu hüküm bu. Nima uchun qilmaydi? Demak, sen oldi bilan sening musulmon deb da'vo qilishing, musulmonchilikni men musulmon deyishing to'g'ri emas. Chunki musulmon bo'lsang, zodi chuqum tajovuzga qarshi turishing kerak. Hey, insonda g'urur bo'lish kerak. Endi ma'qul burunqisiga tugabdi. Biz mushu Xitoy tajovuzchilarininki Allohning bizning bu imtihonni qilishda bir hikmat bor mana. Bizning naqadar tugishib, nega berib qolganligimizni ko'rsatdi. Shuna bizni bu kafirlar bizning ahvolimizni bilgandan keyin andikin bizga hujum qilyapti. Nima uchun burun qilmadi bu ishlarni? Nima uchun hozirgi fursatni berib qildi? Shu bizning tugabmish ekan. Endi demak bu fursat bizning Alloh qaytadigan, dinimizga qaytadigan, asli g'ururimizga, ajdodlarimizning yo'liga qaytadigan Abduqodir Damullam, Sabit Damullam, ash kishilarimizning yo'liga qaytadigan, haqiqiy jangchilarimizning, boturlarimizning yo'liga qaytadigan davrimiz keldi hozir. Shuning uchun bu bir sinoq. Agar bu sinoqdan o'tamasak, bu dunyoda muxor, oxiratda muxor yashaymiz endi. Shuning uchun abasil deganda hozir hammamizning fursat bor. Bo'libmi e'lon tashviqot hozir va Xitoylardan qon qustirish uchun tayyorlik qilish. Chunki bizni hozir bir shashqonning o'rnida tajriba qiladi. Masalan, yaqinda bir yil Ramazonda bir arabninki nemisini ko'rdik-ku videosini. Uyg'urlar nakatdi deb. Qani bu bizning xalq kech kunduz o'ltirilyapti, ichki a'zolari setilyapti, insonligi dafsanda qilinyapti, mavjudligi yo'qotadi. Ay nima qildi bizga? Agar ashular ko'z oldimizda yo'qolib ketsa, buningdan keyin biz chet elda yashayotganlarning yegan ishkini ishkan bo'lami? İştinin gününü görüp yaşayımıza gerçekleştir. Bizden köz aldığımızda aşılar yo'qolib, aş Xitoy vatandaşlar yep ketse, biz bunundakin hayat bizga hayat bo'lmaydi, hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz vijdon azobida, g'urur azobida, dinning azobida yashaymiz biz. Chunki bir musulmon qolib turib biz shunda yo'qolib ketganda bo'ldi. Bizga shuning hozir vatanni qutqizish uchun har qanday ish biz uchun durust, joiz. Qo'limizdan nima kelsa qilib vatandakilarni qutqizish va qisas ilish. Qisas Qur'oni Karimda va fil qisasi hayatun li ulil albab dedi. Aqlliqlar uchun qisas. Ya ulil albab. Demak bu masalani men yani musulmon bo'lsan, inson bo'lsan, uyg'ur bo'lsan, hech kimga bana sabab yo'q. Chuqum biz ittifoqlashib, insof qilib, o'zaro birimizni tillashmay. Men dedim abi ya, musulmonlar o'zaro payg'ambar alayhisalom munofiqdan qilgan muomalani qilgan bo'lsa, munofiq qilgan muomala qilsa bizda nurg'un ittifoqlik bo'lib ketdi. Dedim qo'y munofiq payg'ambar alayhisalom uning uzrsini qabul qiladi. Voy men xato, men bunda qilibman, aslan bunda qildim, qabul qiladi. Shundami? Uzrsini qabul qiladi. Afu qiladi. Uning gunohini tilab Allohga duo qiladi. Tamam? Uning qalbini surish chiqib yurmay, qalbini Alloh qo'yib tashqi ko'rinish muomala qiladi payg'ambar alayhisalom. Munofiqlarga. Sirtning bo'lsa, shu buncha muomala qiladi. Bo'lmasa Ubay ibn Sululninki munofiq ekanligini 100% biladi. Lekin payg'ambar alayhisalom o'lib ketsa chapini berdi, nima qilganga. Musulmonlar mushunchilik bir-biriga muomala qilsa, ma'qulni qilmaydi bizda. Demak, qanchalik bizningki suhbatimizning, musulmondachiligimizning to'lab ketganligini bildirdi. Xo'sh. Haqiqatan qilishga tegishli ishlarimizni aytib ko'p qadrlik ko'rilmalarimiz biz ekranlarda nurg'un qatim dedik. Bugun qaysi bir siyosiy shu odamlarimizning birisi bir so'zi bor. Bugun dunyo vaziyati Uyg'urlarga o kadar yaxshi, o kadar aslida biz Sharq Turkistonning da'vochilari bo'lish suhbatimiz bilan, da'vogarlari bo'lish suhbatimiz bilan butun dunyo kun tartibini biz jonliq faoliyatlarimiz bilan
söylep özümüzün davası tarafı söylep menişimiz gerek bolğandan orunda biz şundaqtık asli talep kılındığan narsa bizden bu de. Ama lekin biz şunun oxşap kaldık degan bir söz var. Unutamayman bir qancha yil oldu onga. Adır xuddi yo'g'on bir kelkun kelib ketgan bo'lsa, kelkunda bir yo'g'on bir kötek, kelkunda surash guldirlab, laylab eqib menayotgan bo'lsa, dal Sharq Turkiston xalqi dunyo vaziyati kelkun laylab eqiyotgan kötek Sharq Turkistonliklar bo'lib qoldilar. Sharq Turkiston da'vosi bo'lib qoldilar. Dünya vaziyetini Şarkı Türkistanlıklar davanın ilgisi oğallar söylep mağmay, bütün dünya Şarkı Türkistanlıkını iştirip mağmatıdı hazır. Yani bir dünya akbaratı olsun, hem yada çıkkın mahtarını aşkarlar, rezil kıl, bunu bizden küçümüzün, bizden kolumuzun tekembek küçe etkin devatkan vaziyette, bu davanın ilgileri boğan bizler nait passıp hale tuturuvatımız. Bunu Allah körep durdu. Bu güzel Ramazanlarda bolsun uyğunayla, yana Xitaydan ümit kütmeyle, ertügün hala bugün gün geçe Xitayda vaziyet özgürüp qap qalsa, yoki Xi Jinping kelsa, yoki bo'lmasa hozirgi nima Xitoyning beshadirki nima deb. Bu Xitoy kesib ketib qap qalsa, ma Chinchuango degan maxluq mal'un bu ketib qap qalsa balki o'zgarib qolishi mumkin. Andan keyin yana vatanga qaytib ketamiz falan pustan devatılgan muşu tushunchada yashayotgan maxluqlar, ikki putliq maxluqlar bizning millatning ichidan bo'lgan maxluqlar hala bam millatning ichidan chet elda. Ya men bütün avlodini, bütün boyligini yeb ketgandan keyin yana mushu fikrda turayotgan va ma nejis yo'qolsin, men buning uchun men harakat qilib bir jinim qapti, bir sesiq jinim deb buni o'ylashning o'rniga ya maqta o'zgarib qolib qolsa, yana boshqa birisi kelib qolsa deydigan fikrdagi insonlarning borligi o'ng so'l tarafimdan qo'liqimga haftada qancha qatim kirib turdi meniki. O'ylab baqaydi. Bu shakldagi holatda tursak, Allah'ın nusratiga biz asldan loyiq olmagan bilamiz. Loyiq olmagan millatga qanday bir izzat, ikrom, hurlik, erkinlik bizga qanday loyiq bo'lsin ki? Biz oldi bilan biz buni yuragimizdan bir talab qilaylik va shuningga ko'ra harakat qilaylik. Va biz to'g'anda to'xtalgan temamiz bu shuningga munosabatlik. Endi islomda al-vala val bara deydigan bir muhim bir atalg'u termin bor endi. Bu narsani siz albatta ochila al-vala, yani Allah razı bulduğun, Allah dost tutqanda, Allah üçün dost tutuş, her qandaq birisini yaxşı ko'rgan bo'lsak, yani dost düşmanlik chegara ayirish hukmi var endi. Bu hukmni qanday tushunsak, bunu biz biraz açsak bunu. Xo'sh, endi hozir bek muhim tema bu. Shu o'zini musulmon davatgan, ammo musulmonlar uchun xo'shallik uchun xo'shal bo'lmagan, musulmonlarning hasrati uchun hasrat chekmagan odam anglaydigan gap bu. Bu al-vala val bara degan gap Uyg'urchada al-vala sadoqatmanlik degan bo'ldi. Ya'ni sadoqatmanlik bo'ldi. Musulmonlarga sadoqatman bo'lish. Xo'sh. Val bara kafirlardan ada juda bo'lish. Endi bu al-vala degan gapni biz dedik. Al-vala degan gapning lug'at ma'nosi sadoqatmanlik dedik. Sadoqatmanlik. Endi ulamalar bu nima degan gap, vala degan gapsa mu'minlarni yaxshi ko'rish va mu'minlarning g'alaba qilishini va izzat obro'y tepishni orzu qilish bilan birga mu'minni yaxshi ko'rish. Shunga al-hubbu ma al-arabchada deydi. Al-hubbu ma'an nusra deydi. Yani bu İslamda asli aqida deb qo'ymiz-ku. İslam ideologiyasındaki en muhim, yani la ilahe illallah'ның cevheri. Yani sen kimga tava şunu bildir. Sen kimga tava demekçi? Sepingni ayrı. Ha, sepingni ayrı. Sen kimga tava? Eğer Müslüman olsa Müslümanga tavama, unda olsa sen Müslümanlarning xo'shaligi uchun xo'shal bo'lasan. Müslümanlar det tatqa vaqtida sen o'xshash det tatalisan. Mana bu Müslümanlar bo'lgan sadoqatmanlikni bildirdi. Bu bek muhim masala. Masalan, la ilahe illallah'nın ki, yani bir adam Müslüman bo'lsa la ilahe illallah deb, yani Müslüman bo'ldi-ku. Shuning birinchi taqozo qilgan ishi shu endi. O'zingning tavalligini aniq oshkorlash. Bunda deganlik,
Yani sen bir musulmonlar hozirgi Uyg'urning ahvolidek mushunda holat tushgan vaqtida sen mush aşağıdaki yig'ilganlar uchun yig'limasang, shu yerdagi musulmonlar uchun bir yordam qilmasang, senda musulmonlarga sodiq bo'lishgan, ya'ni al-vala val-bara, ya'ni muhabbat, nafrat, sening chegiring, doirang ayrilmagan, ya'ni sen bir sap musulmon bo'lolmaysan degan gap. Bu sap musulmon bilan yolg'on musulmonni ayiradigan bir uqum bu. Arabchadagi al-vala val-bara degan gap. Vala musulmonlarga sodiq bo'lishini ko'rsatadi. Aqidaga sodiq bo'lishini ko'rsatadi, dinga sodiq bo'lishini ko'rsatadi. Shuningga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deydi: "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallohu va rasulahu" dedi. Yani Allah'a ve ahiret günüge işindiğen bir kavminin Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını, onlarının anılları, oğulları ya kırındaşları ya uruktukkaları bulgan takdirdi mi dostlukkalıqını göremeyse deydi. Dehşet xatarlik bir fikir. Dehşet xatarlik. Şunun için bu el-vala vel-bara degan gap Allah ve Allah'ın Resulü peygamberi ve musulmonlar sana hammadan suyimlik bo'lgan vaqtida andan keyin senda yani bu sadoqatmanlik bo'lgan bo'ldi. Masalan, to'g'ri biz abiya bir gapni qildik. Biz insonlarni hurmatlaymiz dedik. To'g'ri, biz insonlarni hurmatlaymiz. Ammo kafirlarning aş kufrini, yani itqadini ve ularning jinoyatini chuqum yomon ko'rishimiz kerak. O Xitoy bo'lgan bilanmi, biz Uyg'ur bilan Xitoy bo'lgan bilan insof pa uningda, shunami? Mushkapning jazosini tortyapmiz. Jazosini tortyapmiz-da. Masalan, voy bu Yahudi bo'lsa-mu, uning dinimi o'ziga to'g'ri degandek gaplar bo'lmaydi. Biz çünkü biz musulmonlar Allah'ın dargohida birdan bir to'g'ridan islom dini. Birdan bir to'g'ri yo'l islomning yo'li. Biz nima uchun kafirlarni yomon ko'rmasa, ularning e'tiqodining xato bo'lganlikdan. E'tiqodining xato bo'lganlikdan, ishongan dinining batil bo'lganlikdan yomon ko'ramiz. Xo'sh. Shuning uchun bu bir musulmonda muhabbet, nefret, göz karşı iliq buluş için bütün musulmonlarga samimiy sadoqatman bo'lish kerak. Bütün musulmonlarni yaxshi ko'rish kerak. Bu yaxshi ko'rish qalb bilan bo'lamsa yo'q deydi. Ma farq bormi? Shuni al-hubbu ma'an nusra deydi. Yordam qilib turib yaxshi ko'rish. Yordam bilan yaxshi ko'rish, ya'ni amaliy ish harakatlar yaxshi ko'rish. Agar mushu ish bo'lmay qolib qolsa, shu musulmon bo'lamdi desa, o chaqda o musulmon cin musulmon bo'lamaydi. Bu dedim o bu el-vala vel-bara aqida babiga kirdi deganimiz shu. Aqida masalasi bu. Ya'ni iymonning ayrilmas bir qismi. Albatta. Ya'ni bu yer nima demoqchi desam, musulmon bo'lsang, musulmonlar xo'shal bo'lsa, xo'shal bo'lasan, musulmonlar dardman bo'lsa, dardman bo'lasan, ularning baxt saodat uchun xo'shal bo'lsan va beshir kun tushsa chuqum yordam qilsa deydi. Mushunda bo'lgan chaqda sandan lekin musulmonga sadoqatman bo'lgan bo'lding. Masalan, bu ilqi islomiy kimlikni belgilaydi. Xo'sh. Islomiy kimlikni belgilaydi. Sen kim o? desa, mush kimlikni belgilaydigan. Endi bu yerda bir ta'kidlab qo'ydigan gap, men dedim bütün musulmonlarga sodiq bo'lish. Ammo hozir biz musulmonlarning ichida echinishlik bir ahvol bor. Tashkilotlarga sodiq bo'lish, partiyalarga sodiq bo'lish. Masalan, bu yerda shundoq bir taqvo yaxshi musulmon tursa, faqat shu musulmonning shu o'zi tava tashkilot tava bo'lmaganlikdan o musulmonni yaxshi ko'rmaydigan ahvollar bor. Mana bu dinda qattiq cheklangan bir mutaassiblik. Biz hozir aytdik ya, masalan cho'ng jamoat, kichik jamoat yoki falon dernek yo puston dernek deb, shuniga tava bo'lmasam,
uni yaxshi ko'rmaslik. Tek yaxshi ko'rmaslik bilan to'xtab qolmay yomon ko'rish. Mana bu al-vala val-bara degan uqumga qarshi keladigan uqum. Tamam. Şu bunu bilishimiz kerak. Ha, endi yeni bir gap bor. Masalan, sizning bir yaqin og'aylarini men bir narsa aytman. Sizning yaqin og'aynang bir bo'lmaydigan manda bir ishni qilib qopti debdimi? Desam sizlar darhol u og'aylarni qo'g'dishlar kerak. Rasmiy og'aylar bo'lib qolsa, meni og'aynam u xato ishni qilmaganda, voy o'z ko'zingdan ko'rdingmi? Men tilpib so'rab baqay. Balki uning ashunda xato ishni qilib qilishda biroz sababi bordi yoki majburlangandi deb damlar rasmiy og'aylar bo'lsa. Albatta. Mana vala degan shu. Bir musulmonning bir xatolashib qolsa, siz shu darajada xuddi sening dadang oyada bir xotin kishilar ketib bordi desa, voy mening dadam asli islo odamte, balkim u ayol bizning bir tuqqunimizdi. To'xtab baqay, men dadamdan suri chiqib baqay deb dadlarni qo'damamlar. Evet. Aş dadısını qo'g'dgandek yeni bir musulmonni qo'g'diya olsa bu vala val bara degan shu. Musulmon sodiq bo'lish degan shu. Masalan, Payg'ambar alayhisalom bir qatim bir jihadga chiqdi. Jihadga chiqqan chaqda bir necha sahabi jihaddan qolib qoldi. Qolib qolgandan keyin ba'zilar dedi, ha, ularni shu mol dunyoga berilib, xotin bola bilan qolib qilib jihadga kelmabdi debdi. Boshqa sahabalar, "Yo'q ya Rasululloh, ular Allohni va Allohning Rasulini bizni bek yaxshi ko'rdi, chiqqanmaslik mandamada sabab bor debdi. Payg'ambar alayhisalom shunda qo'shib ketdi. Mana bu islom dinidagi al-vala val bara uqumi. Ya'ni musulmonga sadoqatman bo'lish, musulmonni yaxshi ko'rish va yordam qilish islomda bir aqida, ya'ni iymonning ayrilanmas bir parchasi. Balki iymonning javhiri. Biz bilamiz, ya'ni diniy o'qig'ali bilamiz, iymonning javhiri shu. Qanday qilamiz? Musulmonning xo'shaligi uchun xo'shal bo'lish, beshiga kun tushgan chaqda yordam qilish, bu aloqa bizning ixtiyoriy ishimiz emas. Buni bilishimiz kerak-ku. Xo'sh, to'g'ri. Tamam. Endi bu kafirlarni biz yomon ko'rish degan chaqda kafirlar bilan kash suqishib, vaqirishib, to'plab yuring degan gap emas. Bizda do'q tajovuzchiga aniq maydonimiz aniq bo'ldi. Endi normal kafirlar bor. Masalan, sizlar xizmat qilinglar. Xizmat qilish jarayonida sizning xizmatdoshlari kafir ekan. Uning bilan do'st bo'lib, og'inolab qoplar. Islomda cheklanadi bo'lsa, ma'u cheklanmaydi. Bu yerda bir nayt inchik narsa bor. Bu kafirni yomon ko'rishsa, azada kafir degani ko'gayda urib dasaysa degan gap emas. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. La yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din deb. Sizning diningizga urush ochmagan, sizning jutonlardan qo'g'lamagan kafirlar bilan chiroyliqcha adolatning asosida birga yashasanglar bo'ldi degan oyat bor. Xo'sh. Nima? Masalan, Payg'ambar alayhisalom o'zining tog'asi Abu Talibni yaxshi ko'rdi. Shu Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahbabta dedi. Sen yaxshi ko'rib qolgan adamingni hidoyat qilmaysan dedi. Xo'sh. Demak, kafirlarni masalan ya uningki alayda bir mahorati bor ekan. Xo'sh. Yoki u bir ish qilib axloqi yaxshi ekan u kafirning. Shundan siz shu axloq yaxshiligidan yoki uning bir masalan kompyuterga oid ust ekan, yo e'lon tashviqot ust ekan, shu jihatdan yaxshi ko'rib qolsa bu cheklanmaydi. Bu yerda yaxshi ko'rish ash kafirning e'tiqodi to'g'ri deb yaxshi ko'rib qolsa cheklandi. Buni bilishimiz kerak yana. Bu alvalla o'rada hatto bizning vatandoshlar bo'lgan-ku, namoz o'qimaydigan tuqquni bo'lsa uyigim kirmay. Ashuna bir ahvoli uyigim kirmay, gaplashmay, tuqqandoshlarni o'zimiz deb. Unda emas. Masalan, dinimizda Yahud Nasara bilan to'y qilish durustmi, durust emasmi? Albatta. Durust. Yahud Nasaraning qizni alsaq bo'ldi. Qiz bermaymiz. Bizning dinimizda qiz berish bo'lmaydi, ammo qizni alsaq bo'ladi. Dinimizning yo'l ko'rsatmasi bu. Endi Yahud Nasara dinimizda kafir. Lekin xotinni alsaq uni yaxshi ko'rmay og'lanmaydi. Shuning uchun ma kafirlarni yomon ko'rish deganda, kafirlarning dinini va e'tiqodini yomon ko'rish. Shaxsan emas. Buni farq etish bek muhim. Bo'lmasa biz masalan balkim kafir qo'shnimiz bo'lib qolish mumkin, kafir saboqdishimiz bo'lib qolish mumkin, kafir bir xizmatdishimiz bo'lib qolish mumkin. Uni men kafir deb qapoqni turib, undan suqishman deb tuzoq bo'lmaydi. Ma'ni farqlantirish mush al-vala val bara uqumida bak yaxshi.
bilmasak chataq chiqadigan masala. Xo'sh. Demak, gapning xulosasi qarindoshlar, dinimizda bir muhim tushuncha bor. O'simi muhabbat, nafrat tushunchasi, ya'ni aniq bo'lish kerak. Uni arabchada al-vala deydi, musulmonlarga sodiq bo'lish, val bara kofirlarga sodiq bo'lmaslik. Sodiq bo'lmaslik degan gap islom musulmonlarning axborotini satmaslik va ulardan marhamat kutmaslik. Tamam? Endi bu yerdagi bizning eng ta'kidlaydigan yerimiz musulmonga sadoqatman bo'limiz degan gap osh qarindoshlarimizga sadoqatman bo'lishimiz bizning aqidamizning javhari. Vatandagi musulmonlarni qutqizish, vatandagi zulm chekayotgan qarindoshlarimizni qutqizish bizning dinimizning javhari. Buni butun musulmonlar bilish kerak. Men namoz o'qisam bo'ldi, men balamni yaxshi tarbiyalasam bo'ldi deydigan nurg'un ochsinglarimiz bor ekan. Ajdachu hech qanday ishga aralashmaydigan. Biz ana xizmatni obdan qilib, mash balni obdan tarbiyalab, ashasak bo'ldi. Yo'q. Sen bir musulmon qiz bo'l, musulmon ona bo'l, har kishiga chuqum qildi. Seningmi vatandagi zulmni qutqizish majburiyating bor. Buni sening ering tusish haqqi yo'q. Hech kimning hozir bir qizni dadisining yoki bir ayolni erining vatan uchun xizmat qilmaysa, vatanda qutqizish uchun xizmat qilmayman deb tusish haqqi yo'q. To'ssa ko'ta qaltang desish kerak hozir. Biz dedik ya, ya'ni ayol erdan so'ramaydi. Balı dadıdan sormaydı dedik. Muş inqilabdan, muş vatan davasından tosqan erni kötü qaltang desish haqqi bor. Çünkü o ayolga Allah qilgan farz bu. O sening ering asqatmaydi, sening balang asqatmaydi qiyomat kunsi. Sening hech kim asqatmaydi. Allah sendan so'raydiki, senga men farz qilgan, men farzni qildingmi deb so'raydi. Bugungi al-vala val bara degan hukmni shu bu yerdan aralashib bizning maqsad shu. Shuning uchun masalan bu odamda tabiiy sevgi bo'ldi. Tabiiy sevgi masalan erning ayolni yaxshi ko'rishi, dadining balni yaxshi ko'rishi bu cheklanmaydi. Masalan mening dadam yoki inim astag'firullah yoki inim kafirulab qolsa, uni tabiiy o'zimning dadasiga yaxshi ko'raman. Lekin bu yerda yomon ko'rish meni farqlanadigan muhim ish, uning kufrligini yomon ko'raman. Kufr e'tiqod ekanligini yomon ko'raman. Ammo bir inson sifatida buni yomon ko'rish yo'q. Bunu farqlantirish bek muhim. Shunga bizlarga atrofimizga odamlar chiqishamaydigan bir ahvolimiz bor. Yo'q. Bizning vazifamiz va ma alayka illa al-balagh. Biz Allohning dinini, jinimizni, melimizni silib Allohning dinini yetkazimiz, din yetmagan odamlarga. Tamam? Ular bilan chiroyli o'ssak bo'ldi, chiroyli yashsak bo'ldi. Ammo biz chiroyli o'tolmaydigan dunyoda shaxs bor. U kim bo'lsa tajovuzchi, zolim. Zalim mayli kim bo'lishini qat'iy nazar. O zalim Xitoy bo'lsin yoki boshqa millat bo'lsin, u zalim hatto bizning tuqqunimiz bo'lsin, hatto musulmon bo'lsin, bundan qarshi turamiz. Shoma dinda kofir bilan jihad qilmaymiz degan bir gap bor. Hamma kofir bilan jihad qilmaymiz biz. Zalim kofir bilan jihad qilamiz. Buni bilish kerak. Bu mesela oyat nima deydi? Sizlarga tajovuz qilmagan kofirlar bilan chiroyli qo'shsang bo'ldi degan oyatni qanday tushunamiz bo'lmasa? Kofir bilan jihad qilib, ko'p kofirga urush bilan degan gap yo'q. Tajovuzchi kofir bilan jihad qilamiz. Shuning uchun bu yerda bizning yetkazmoqchi o'g'limiz shu. Vatandagilarga yordam qilish, vatanni qutqizish, vatandagi musulmonlarni qutqizish bizning e'tiqodimizning javhari. Buni bilsa al-vala val baradagi biz tushundirmoqchi bo'lgan gapning javharimiz shu. Ya'ni musulmonlarga sadoqatman bo'lish. Bu sadoqatman bo'lish shu musulmonni suyish bilan yordam birga bo'lish. Men suyib qo'yiblar, men Uyg'urlarni yaxshi ko'raman, ammo desh yo'q. Yaxshi ko'rish bu yerdagi yaxshi ko'rish cho'qim amaliy yordam bilan birga bo'lish. Masalan, musulmonlarning g'alaba qilishini, musulmonlarning utuq qozonishini yaxshi ko'rish. Masalan, bu al-vala val bara hukmi tushunchasi ojiz odamda Yevropaga berib, shundami qanday qildi desa, voy Yevropada onda taraqqiy qilgan, manda taraqqiy qilgan, mandaqga deb Yevropaning ijobiy tarafini ko'p turib so'zlaydi, salbiy tarafini so'zlamaydi. Nimish qilsa buning shu ojizlik. Musulmonlarga sen inshaalloh ko'rsatdi. Kim ojiz? Al-vala val bara musulmonning kimligini bildirdigan bir tushuncha, bir hukm, bir prinsip, bir aqida. Programımızın vaqti to'shildi, axir to'xtaldik inshaalloh.
başqa bir teraat inşallah tutamız. Allah razı olsun. İnşallah. Qadrli görürmenlerimiz, şuna qılıp bugünkü Rasulullah tünün baş Rasulullah ve kapırlar degan bu ufqum tününkü ve bugünkü söylenenler bilen birleştirilip düşünülse nayetdi hammak yaxşı buldu dep qarayman. Şunun üçün tününkünü qaçırğanlar bolsa, aşina ona billah görsanlar inşallah. Allah ömür verse atiki programımızda tekrar görüşküçe. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.